Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, o'tgan video lavhamizda sizlarga farzand kutayotgan o'zbek mashhurlari haqida ma'lumotlar taqdim etgan edik. Ulardan bir nechtasi qolib ketibdi. Bugun sizlarga ularni taqdim etamiz. 2 farzand, qiz va o'g'ilning onasi Bahora Arslonova 3-marta ona bo'ladi. Bu haqda u Instagram sahifasiga joylagan foto suratlar orqali xabar berdi. Taniqli xonanda Malika Egamberdiyeva ham yaqinda 2 farzandning onasi bo'ladi. Uning bir nafar qizalog'i bor edi. U ham yaqinda ona bo'ladi. Diyora Keldiyorova ham yaqinda ona bo'ladi. U turmush o'rtog'i bilan ona bo'lishini Instagram sahifasiga ajoyib video lavha orqali joyladi. Muxlislari uni tabriklashmoqda. Yulduzli juftlik Dilbar Zakirova va Umid Zakirovlar ham yaqinda 2-marotaba ota-ona bo'lishadi. Ularning bir nafar o'g'il farzandlari bor edi. Video lavhalarda Dilbar Zakirovaning ona bo'lishini ko'rish mumkin. Biz esa kanalimiz nomidan barcha mashhurlarimizni eson-omon farzandlarini bag'riga bosib olishlarini tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.